Assalomu alaykum hammaga. Bugun majburiy matematika darsimizning 3-mavzusini o'tamiz. Hop, biz birinchi mavzuda sonlar haqida ko'rib chiqdik. Ikkinchi mavzuda bo'lish fe'llarini ko'rib chiqdik. Bugun sonlarni tub ko'paytiruvchilarga ajratish va ularni ekvivalentlarni topish, natural bo'lishlar soni, natural bo'lishlar yig'indisi, mana shunaqa formulalarni ishonishni ko'rib chiqamiz. Hop, demak, agar kimlarkim ikkita mavzumizni boshidagini ko'rmagan bo'lsa, bu mavzuda ozmuncha qiynalishi mumkin. Shuning uchun maslahat yuqoridagi darsimizni ko'rib chiqing. Xo'p, demak bugun biz o'tamiz 3-mavzu. Uchinchi mavzu tub ko'paytiruvchilarga ajratish, natural bo'lishlar soni, natural bo'lishlar yig'indisi. Shunaqa narsalarni o'rganamiz. Xo'p, birinchi navbatda bitta narsani tushunamiz. Natural natural son bilamiz, sanashni ishlatiladigan son, bo'limcha nominallari n harflar egaladi. Ular birdan boshlanib va hokazo nechaga ketadi? X ketadigan sonlar. Endi biz shu natural sonlarni qismlarga ajratamiz. Misol uchun biz bitta son olamiz, 32. Chiqdi, bitta son 32. Ular 32 nimani? Keldi mana shu. Almashtirib, misol. Endi nima qilamiz? Bitta chiziq tortaman. Mana chiziq tortaman. Bu chiziqning nomi bo'lish. Chizig'i. Ya'ni bu bo'lish chizig'i. Bu nima qiladi? 36 soni, 36. Qanday eng kichik songa bo'linadi? Mana shuni yozishimiz kerak. Birinchi birni olmaymiz do'stlar. Hech qachon olmaymiz. Bu yo'q. Tuturadi, birdan keyin songa o'tamiz. Masalan, 36 2 bo'linadi. Shu 2 bo'linadi. 2 bo'lsa 18 mi? 18. Endi qarayman. 18 3 ga bo'lamanmi to'g'ridan-to'g'ri? Yo'q. 18 ham 2 ga bo'linadi. Shuni tekshiramiz. Necha bo'ladi? 9. Endi 9 2 ga bo'linmagani sababli bir qadam oldinga tashlaydi. Undan keyingi son 3. 3 bo'ladimi? Endi 3 ham 3 ga bo'linadi va bizda nima bo'ladi? 1 bo'ladi. Mana shu yerda keldik. Endi to'xtang. Yozamiz. 36 deymiz. 2 dan nechta bo'ladi? 2 ta. Men darajasi 2 ta yozaman. Darajasi 2 qo'ydim bu. 3 dan nechta bo'ladi? 2 ta bo'ladi. Mana bu ko'rinishni yo'q. Bu bizda tub ko'paytiruvchi deyiladi. Tub ko'paytiruvchiga ajratilgan holat. Endi mana tub ko'paytiruvchi ajratilgan holat ekan. Bu nimaga yordam beradi? So'zning bitta son beradi. Shuni deydi, tub ko'paytiruvchilarga ajratilgan holat to'g'rimi deb savol kelganda, har doim mana shuni aytish kerak. Misol uchun qaraymiz. Agar mana shu mana bu son 2 ga bo'linadi. 2 ga bo'linadi. Lekin kimdir keladida, yo'q, 2 ga bo'lmayman, mana shu 3 ga bo'laman. 8 ni 8 ga 2 ga bo'ladi. 4 bo'ladimi? 2 ga bo'ladi 1. To'g'ri, narsa bo'ladi, lekin qoida doimo eng kichik songa bo'linadi. Doimo eng kichik bo'luvchiga bo'linadi. Eng kichik songa bo'linadi. Shuni esdan chiqaring. Misol 24 mi? 2 ga bo'lindimi? Demak 2 ga bo'lishlaringizga majbursiz. 3 ga bo'lingan holatda 3 ga bo'lishga majbur bo'lar edik. Mana shuni tushunib qo'ysak bo'ladi. Bo'lsa, tub ko'paytiruvchilarga ajratiladigan narsa. Agar buni tushungan bo'lsak, ikkinchisiga o'tamiz. Tub ko'paytiruvchini o'rgandik. Yana bizda ikkita tushuncha bor. Ekub bor. Ekub. Xo'p, bu ikkalasi nima qiladi? Ekub nima qiladi? Eng katta umumiy bo'luvchi. Eng katta umumiy bo'luvchi nima deganda ekub deyishgan.
Ekuk eng kichik umumiy, hop bu boshqacha karrali. Endi mana bunga to'xtalamiz. Bu nima va biz buni nimada ishlatamiz? Ma'nosi nima? Karrali degani, misol uchun bizga sonlar berilgan. Qanaqa son? Birdan, misol uchun mana 20 gacha sonlar oraliq yozilgan. Shu yerdan sizga savol deydi, 5 ga karralilarni topib ber dedi. 5 ga karrali dedim, 5 ga bo'ladiganlarni olib chiqish kerak. 5, 10, 15, 20. Mana bu sonlar, mana bu darslar 5 ga karrali sonlar. Ya'ni shu oraliqdagi 5 ga bo'ladigan sonlarni nazarda tutamiz. Misol uchun 7 ga karralilar desa nima qilamiz? 7, keyingisi 14, keyingisi 21 ni olamizmi? 21 olmaymiz. Sababi chegara qayergacha? 20 gacha. 20 dan o'tdimi, demak bu bo'lmaydi. Yangi narsaga olib kelmaydi. Nima ikkita? Karrali mana shunaqa narsa. Hozir ego bilan ego qanaqa topiladi? Bular uchun alohida bizda qoida. Buni ozroq tushuntiramiz. Qarang. Hop, ego nima qiladi? Qarang. Ego eng kichik daraja oladi. Eng kichik daraja oladi. Misol uchun 36 bor, 24. Yana shuni 2 bilan topamiz. 2 ga bo'lamiz. 18, 2 ga bo'lamiz 9, 3 ga bo'lamiz 3, 3 ga bo'lamiz 1. Keyin soni 20. 2 ga bo'lamiz 12, 2 ga bo'lamiz 6, 2 ga bo'lsa 3, 3 ga bo'lamiz 1. Yozamiz. 36 degani 2 dan nechta bor? 2 ta. 3 dan mana 2 ta bor. 24. 2 dan nechta bo'ldi? 3 ta. 3 dan bitta. Nima qiladi? Eng kichik daraja. Eng kichik daraja. Xo'p, qaraymiz. Eng kichik darajani olish kerak. 2 dan 2 ta bor, 2 dan 3 ta bor. Endi savol. Kvadrat kattami, kub katta? Albatta kvadrat katta. Biz nima qilamiz? Ya'ni hisoblaymiz. Endi birinchi daraja kattami? Ikkinchi daraja kattamisa? Birinchi daraja kichik. Mana shu birinchi daraja. 2 kvadrat 4, 4 ni cho'qib aytamiz. 12. Tub ko'paytirishlarga ajratdik. Yoki bo'lmasa yana bitta usul qarang. Mana bu 36 deysiz-da. Mana bu 24 deysiz. Shu ikkalasi qanaqa bir songa bo'linadi desa, masalan 2 ga bo'linadi. 2 ga bo'ladi, ikkalasini bir xil son. 18, 12. Yana 2 ga bo'linadi. 9, 6. Endi 9 bilan 6 qanaqa son bo'ladi? 2 ga bo'lamizmi? Yo'q. Mana bu 2 ga bo'linadi, lekin bu bo'linmaydi-da. Shu 3 ga bo'ladi. Necha bo'ladi endi? 3 bo'ladi. 6 3 ga bo'lsak 2 bo'ladi. Bo'ldi, bular boshqa songa bo'linmaydi. Mana shu tursa qolamiz. Va bitta tushuncha ishlatamiz. Mana bu ustunni ko'paytmasi bizda ekubni beradi. Mana ko'paytiradi. 2 mana 3 ko'paytiringlar. 4 mi? 4 karra shuna bo'ladi 12 bo'ladi. Mana bu usulda ham 2 chiqdi. Mana bu usulda ham 2 chiqdi. Bu nima degani? Ikkita usul ham bizga aniq bir maqsadga eltadi. Ya'ni qaysi birini qo'llash, qaysi biri masalan kimgadir bo'lsa, kimgadir mana buni qo'llash oson. Shuning uchun ikkita usulni ham birgalikda ishlab ketsangizda, hop zarar qilmaydi. Endi ekub haqida gaplashamiz. Ekub nima qiladi? Ekub ikkita ifoda. Eng katta daraja. Eng katta daraja va yo'q hadni oladi. Bunga tushuncha kiritamiz mana bu joyga. Chunki yangi so'z mana bu
bu narsani kiritib fikr bildirib ketamiz. Xo'p, eng katta daraja nima degan? Misol uchun A soni bor 2 dan 2 ta, 3 dan 4 ta, masalan 5 ta. Hop, B soni bor 2 dan 3 ta, 3 dan 2 ta, masalan 5 dan 2 ta. Va turibdi. Ekib keladida nima qiladi? Shunday qaraydi. Nima bor? Kattalarda. O'zi eng kichik umumiy bo'linib taradi. Lekin baribir katta ifoda oladi. Hop, 2 dan 2 ta 3 ta bo'lgani uchun 2 dan 3 ta oladi. Qaraymiz, 3 dan 4 ta, 3 dan 2 ta. Nima qiladi? Shu 4 dan oladi. Va 5 dan bitta bor, bu yerda 2 ta. Bu nima qiladi? 5 dan 2 ta oladi. Bu mana buni hisoblab qo'ysak 2 chiqadi. Bu birinchi holat. Birinchi holat. Endi ikkinchi holat. Bu qanaqa bo'ladi? Misol uchun A soni bor 2 dan 4 ta, 3 dan 4 ta katta bo'lib ketdi. 2 dan 3 ta, 3 dan 2 ta, masalan mana 5 ta. B soni bor 2 dan 4 ta deylik, 3 dan 1 ta deylik, mana bu 7 bo'ldi. Endi nima qilamiz? Endi qarang. Ekok deymiz. Nima qiladi? 2 dan 3 ta, 2 dan 4 ta. Bu nima qiladi? 2 dan 4 dan oladi. 3 dan 2 ta bor, 3 dan 1 ta bor. Bu nima qiladi? 3 dan 2 dan oladi. Endi mana bu narsaga to'xtalamiz. Yo'q, hamma ham oladi deb. Bunda bor 5, bunda bor A da bor 5, B da yo'q, to'g'rimi? Bu 5 ni ham oladi. Mana bunda bor 7, bunda yo'q, A da yo'q. Shuning uchun bu nimani oladi? 7 ni ham oladi. Ko'zi mana shu narsa yo'q, hamma ham oladi degan fikrga tushuncha. Agar qarang. Agar A soni misol uchun 2 dan 2 ta, 3 dan 1 ta, masalan mana 5 ta. B soni bo'lsa 2 dan 3 ta, 3 dan 2 ta, mana bu holatda turibdi deydi. Mana bu turibdi desa, bu nima qiladi? Ekok keladida. Ekok 2 dan nechta oladi? 3 ta oladi. 3 dan 2 ta oladi. 5 dan nechta oladi? Mana 5 dan olib ketadi. Endi mana bunda bormi? 5. Yo'q. U bormi, yo'qmi? Bunda borsa, unisida bormi? Shunga umuman e'tibor bermaydi, o'ziga qo'shib. Mana 5 ta. Va mana shu bitta ko'paytirib hisoblab qo'ysak, bizga ekok kelib chiqadi. Mana shu ekok topish bizga oddiy va soddagina ko'rinish. Endi ustoz faqat shu usulda chiqardimi? Bu bo'yakli usulga qaytamiz. Sozli 24 izoh deganmiz-ku. 2 bilaylik. 12, 18 edi. Mana 2 bo'ldik. 6 bo'ldi, 9 bo'ldi. 3 ga bo'ldik. 2 bo'ldi, mana 3 bo'ldi. Endi bunday narsada nima qilamiz? Mana bu usulni ko'paytirsak, ekib beradi. Tushundingmi? Yorib tashadi. 12 bo'ldi. Endi ekib ham shu yerdan chiqadi. Qanday chiqadi? Mana bu 12 ga mana bu yerda qolgan usulni ko'paytiramiz. Ya'ni 2 ga 3 ya'ni 6. Bu necha bo'ladi? 70. 24 bilan 36 uchun ekib 12, ekib nimaga? 72. Mana shu xulosaga kelamiz. Bu bizda ekib topishga misol bo'ladi. Endigi bosqichda biz nimaga o'tamiz? Endi biz tushunishimiz kerak bo'lgan narsa NBS UBS. Ya'ni qarang, to'liq yozmadi, mayli, natural bo'luvchilar soni mana bu yig'indisi, bu umumiy bo'luvchilar soni. Xo'p, natural bo'luvchilar soni qanday topiladi? Misol uchun mana bitta son bor, mana 6. Bu 1 ga, 2 ga, 3 ga, 6 ga bo'linadi. Mana soni 4 ta. To'g'rimi? Men shuni bildim, birtada. Endi misol uchun menga son 9 degan son. Shu qaysi sonlarga bo'ladi? Qayerdan bilamiz? Misol uchun 1250 deydi. Shu
qanaqa songa bo'linadi savol beradi. Bilamizmi? To'g'ridan to'g'ri. Yo'q, topolmaymiz. Shu uchun nima qilamiz? Bittalar o'lib chiqishini qo'yamiz. Yo'q, mana bu natural bo'lsa son degan ifodani tushunishimiz kerak. Xo'p, bu qanaqa ishlanadi? Natural bo'luvchilar soni, natural bo'luvchilar qanaqadir bir a son uchun a ning emisi b ning emisi darajasi bo'lsin. U nima qiladi? Berilgan son darajalariga bir qo'shadi. n plus 1 endi mana shunga doir bitta misol ishlaymiz. Hozir 36 ni aytdik. Har bir misol qilmaydi. 2 dan 2 dedik, 3 dan 2 dedik. To'g'rimi? 4 karra 9 son. Nima qilamiz? Shu natural bo'lgan sonni topaylik. N, B, S. Qanday topamiz? Mana darajasini turibdi 2. 2 ga 1 ni qo'shaman. Qaranglar. Mana bu darajani olaman. Buni olmayapman. Bunga e'tibor bermayman. Ikkinchisi, mana bu 2 mi bu ham? Bunga 2 ga 1 qo'shamiz. Nima bo'ldi? 3 bo'ldi, bu ham 3 bo'ldi. Ko'paytirsak 9. Demak, 36 degan son 1 dan boshlab o'zigacha bo'lgan 9 ta songa bo'linadi. 9 ta songa bo'linadi. Hop, masalan, ya boshqacharoq son 100. 100 mayli. 40 ketsak bo'ladi. 40 mayli. 13 ta bo'lmaydi. Xo'p, 48. 2 bilamiz 24. 2 bilamiz 52. 2 bilamiz 6. 2 bo'lsak 3. 3 ga bilamiz 1. Yozaman. 48 degani 2 dan necha bo'ldi? 4 ta bo'ldi. 4 ta bo'ldi. 3 dan nechta bo'ldi? 1 ta bo'ldi. Nima qilar ekan? 48 nima topamiz? Ne b s topamiz. 48. Xo'p, nima qilamiz? Darajasiga bir qo'shamiz. Qaraydi, darajasi nima turibdi? 4 mi? 1 mi? To'g'rimi? Boshlaydi. 4 plus 1. 1 plus 1. Ko'paytirsak 2 ga 5. Jamsi nima bo'ldi? 10. Demak, 48 soni 1 dan boshlab o'zigacha bo'lgan 10 ta songa bo'linar ekan. Bu bizga natural bo'luvchilar sonini topishga misol bo'la oladi. Endi bizda ikkinchi tushuncha bu NB'ga o'tamiz. NB nima uchun kerak va uni qanaqa shaklda topamiz? NB natural bo'luvchilar emisi. O'sha A son o'zgarmaydi, qaranglar, yozdim. A ning emisi, B ning emisi. Nima qilaman? Bu yerda bitta tushuncha bor, qarang. Har qanday sonning bo'lish darajasi bu birga teng. Mana shu bitta qoida jamshib qo'ysak, hozir qayerda ishlatilishini ko'rsatadi. Nima qilaman? Ketdim. A ni nomi, A ni birinchisi va hokazo A ni enisigacha boradi. Bunda keyinchisi B ning nomi, B ni biri va hokazo B ni enisigacha boradi. Son olaylik bitta, o'shanda yaxshiroq tushunamiz. 36 2 dan 2 ta 3 dan nechtada? Mana 2 ta bor. Nima qilaman? Qarang. Mana bu 2 ning kvadrati turibdi. Demak, mana bundan 2 gacha boradi. N b y deyman. 2 ni noli, 2 ni 1, 2 ni kvadrati. Mana shu yerda to'xtaydi. Sababi chegara 2 ning kvadratiga chegdi. 3 kvadrat deyaptimi? 3 ning noli, 3 ning 1, 3 ning mana kvadrati. Mana bu ham mana shu yerda to'xtaydi, bo'ldi. Ortiqcha mana qo'shimcha sifatida 3 ning kubi yoki 4-chisini kirita olmaymiz, chegara o'zgarmaydi. Hisoblaymiz. Mana endi mana ishlatamiz. Har qanday sonning bo'lish darajasi bu 1 edi. Endi mana buni qo'yamiz. 1 plus 2 plus 4. Bu nima bo'ladi? 1 plus 3 plus 9. Qarang, ko'pchilik xato qiladi. 2 ning kubi nima desa? 6 deydi. Ya'ni mana 2 ning shu ko'paytirdi. Bu eng katta xato. 2 ning kubi degani 2 ning 3 marta o'z-o'ziga ko'paytiriladi. Bu 8 bo'ladi. Adashmaydi. Xo'p, 3 kvadrati ham 6 emas. 3 ning kvadrati bu 9. Hisoblaymiz. 3 bilan 3 ga 4 qo'shsak 7 bo'ladi. 3 bo'ladi, 4 bo'ladi, 13 bo'ladi. To'g'rimi? Yoki mana 9 ga buni qo'shsak bo'ladi, 13 qo'shsak 13. Endi buni ko'paytirib qo'ysak 91 degan son kelib chiqadi.
Demak, mana bu 36 soni biza necha songa bo'linadi jam holatda? 9 ta songa bo'linishini topgan. Mana shu 9 ta sonning yig'indisi mana 1, mana 2, 3, 4 sanaymiz-ku. Ana shu 9 ta sonning yig'indisi bizda 91 ga teng bo'lar ekan. Bu biza natural bo'lishlar yig'indisini topishga formula. Ko'pchilik boshqa formulalardan foydalanadi, lekin men ko'pincha mana shu formulani o'rgataman. Nima sizga bo'ladi? Ham qulay, ham ixchamroq, sodda tilda ketadi. Keyingisi bizda UBS. UBS qanaqa topiladi? Ya'ni umumiy bo'luvchi. Umumiy bo'luvchilar soni. Bu UBS'ni ekibni ichidan qidiraman. Misol uchun 24 36 dedik-ku. 2 bo'ldik. 12 18 2 bo'ldik. 6 9 3 ga bo'ldik. 2 3. Mana bu yerda olamiz. Ya'ni qaraymiz. 2 dan nechta bor? 2 ta bor. 3 dan nechta bor? 1 ta bor. UBS bo'ku natural bo'lishlar soni bilan birga bir yuriydi. Faqat uni ekibni ichida aylantirib olamiz. Yozamiz. NBC demaymiz. NBC demaymiz. Shuni formulasini ishlatamiz faqat. n+1 bor edi-ku. Shuni ishlatamiz. Yozaman. UBS nima uchun deymiz? Qani 2 mi? 2 ga 1 qo'shaman. Nimani bundan darajasi? 1. 1 ga 1 qo'shaman. Hisoblayman. Bu 3 bo'ladi. Bu 2 bo'ladi. Ko'paytirsak 6. Demak, bu xulosa 24 va 36 degan son ikkalasi ham masalan bu 2 ga bo'lindimi? Bu ham 2 ga bo'ladi. Bu 3 ga bo'lindimi? Bu ham 3 ga bo'ladi. Mana shunaqa birgalikda o'zaro teng bo'luvchilar bor-ku, masalan 2, 3 deyapmiz-ku. Ana shularning soni umumiy holatda 6 ta ekan. 6 ta. Ya'ni mana shunaqa bir xil bo'lgan 6 ta songa ikkalasidan bo'lgan. Misol uchun mana bu 9 ga 3 ga bo'lindimi? Bu ham 3 ga bo'linadi. Ana shunaqa narsa. UBS mana shu tartibda topiladi yoki qaranglar, bu usulda qila olmadingizmi? Bittalar ajratib chiqinglar-da, ekib topinglar. Ekib topgandan keyin mana bu holatga keltirib formulaga qo'yib qo'ysangizda osonroq chiqadi. Xo'p, demak bu tub ko'paytiruvchilarga ajratish ekibni ko'rdik, UBS va UBYlarni ko'rib chiqdik. Xo'p, keyingi darsimiz kasr mavzusiga bag'ishlanadi. Kasrlargacha shu mavzularni 3 ta darsimiz bo'lib qo'ydi. Shularni maksimal ko'rib chiqamiz, takrorlaymiz. Hop, videoni nima qilsa bilasizlar? Do'stlarga tarqatib qo'yamiz bu. Charchamanglar, sog'lig'inglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha.